qo'yasiz. Bunaqada bog'chaga kech qolaman. Opa! Opa, uyg'ona qoling. Xayrli tong, xotinjon. Yana kechasi bilan uxlamadingizmi? Bilasanmi, agar loyiha investorlarga Ha, bilaman. O'zimizni yangi kvartiramizda to'yib uxlaymiz. Eski mavzu. Bu gaplarni ming marta eshitganman. Voy. Voy belim-ey. Voy. Uf. Belim. Sobirjon aka deyapman. Bugun boradigan joyimiz bor. xuddi shunday. Nega yana ertalabdan asabimga tegyapsiz? Xudo biladi, Ayjan yana nonushta tayyorlamagandir. Yulyani bog'chaga olib borish kerak. O'g'lim kechasi bilan uxlamagansiz bo'lsa, hali ham yotibsiz. Yuliya, qizalog'im, necha marta aytganman, gaz plitasini oldiga mensiz kelma deb. Yura qol, yuz-qo'llarni yuvamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima? Bu sizning ko'rsatkich barmog'ingiz. Yaxshilab qarang, bu chang. Kecha uy yig'ishtirganingiz shumi? Aniq bilaman. Qandildagi chang ham qanday bo'lsa shunday turibdi. Hozir artaman. Yulduzni qoldira qoling. Nima, unga arttirmoqchimidingiz? Kerak emas. Kecha o'zim hamma changni artib chiqdim. Barmog'imga kelsak, sizga ko'rsatish uchun atayin yuvmadim. Hamma ishni o'zim qilishim shart. Har kuni bir xil gap. Qachon odam bo'lasiz, a? Ayting. Ayjan, xo'sh, nima qilib bu yerda qoqqan qoziqdek turibsiz? Balki kelib Maqsadjonimga nonushta tayyorlarsiz. Bor qolay joningga. Kulfan, yaxshimisan? Shukr, hammasi yaxshi, toba. Tuz qolmabdi. Tuzing bormi? Bo'ldi, kela qol. Obbo, bu uyda hech nima joyida turmaydi. Jonimga tegdi. Bitta narsa o'zini joyida tursa-da. Befoyda hech nimani topib bo'lmaydi. Menga qaramayra. Bu meni mantiqas qonim emasmi? Kimgadir bergandim, lekin kimga berganimni hech eslolmadim. Yo'q, o'zimizniki. Ha. Ayjan. Ayjan, maketni ichida yashaymizmi? Ajoyib. Jonimga tegdi. O'zingiz kiyintiring, o'zingiz yuntiring. Hali nonushta tayyorlashim kerak. Kechirasiz. Ayjan. Dada, uzr, doimgidan ko'ra tezroq tishlarni yuvamiz va sochlarimizni o'rab tashlaymiz. Xuddi shunday. Taqillatmasdan. Sobirjon aka. Telefonga javob bersangizcha, bo'lmasa oynadan uloqtirib yuboraman. Buvim bugun juda ham mehribonlar, bobo. To'g'ri, mehribon, lekin yalmog'iz kampir. Qizim, nimaga o'tirib oldingiz? Tura qoling, Maqsadjonni chaqirib keling. Max! Bu nima qiliq? O'rningizdan turing-da, odamga o'xshab chaqirib keling. O'tir. Bu telefon qurg'urini go'shagini ko'tarasizmi, yo'qmi? Jonim meni. Favqulodda holatlar departamenti podpolkovniki Qodirboyev eshitadi. Alo. Hoppa. Qayerlarda yuribsiz endi? Voy belim-ey, nima balo bo'ldi-a?
Men bilan qanday ohangda gaplashdi? Gapirding nima, gapirmading nima? 1000 marta gapirdim. Oyni etagi bilan yopib bo'lmaydi. Aytinglar, nima qilish kerak bu kelinni? Lattani nimaga tashladingiz? Eskirib ketgan-ku. Siz uni oling-da yaxshilab yuving. Yana yangiday bo'ladi qoladi. Xo'sh, nimani kutyapsiz? Oling-da yuving tez. Esingizda bo'lsa, o'sha lattani shaxsan men sotib olganman. Esingizdami? Shaxsan o'zim. Bel og'rimaganni non yeyishini ko'r. Ol qizim, ol. Maqsad aka, qizimizni bog'chaga vaqtliroq olib bora olasizmi? Boshlig'im bo'lgan vaqtliroq ishga keladi. Mayli, soat necha bo'ldi? Qizim, nega Maqsadjonga yopishib oldingiz? Uni ko'zlariga qarang, qizarib ketibdi. Kechasi bilan ishlagan bo'lsa. Meni tushuning, kech qolyapman. Qaynonajon. Qaynonajon emas. Oyijon deng, oyijon. Xo'p, oyijon. O'g'lim ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Bitta oyijon degan so'zni ayta olmaydi. Men sizga nima yomonlik qilganman, a? Oyi. Eshitdingizmi, kelin? Oyi deydi. O'rganing qanaqa gapirishini. Voy meni asal bolam. Eshityapsizmi? Eshitdingizmi? Oyi dedi. Erib ketdim. Asal bolam meni. O'g'limdan o'rganing. Olma-ota viloyati favqulodda holatlar departamenti podpolkovniki Qodirboyev eshitadi. Kim? Xuddi shunday. Boshlig'ingizmi? Ha, generalmi? Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Dada, hammasi yaxshimi? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Favqulodda vaziyat. Ishga tezlik bilan yetib borishim kerak. Esiz joyida emas. Nimaga atir sepdingiz? Kim atir sepibdi? Nimaga atir sepishim kerak? Qayerda atir sepishim kerak? Nima, atir sepish kerakmi? Bu mening tabiiy hidim-ku. Bolam, o'zing ayt. Bu tabiiy hid-ku. Hazrat oliyalar, iltimos sizdan choy quyib bering deb iltimos qilishim kerak-a? Choynakka qarab tursa-da kelin degan. Choy bormi yo'qmi? Hozir ustiga damlayman. Ustiga qo'yish shart emas. Boshqatdan yangisini damlang. Oyijon, tushunsangiz-chi, kech qolyapman. Aida Bo'latovdan kech qolganlarni yoqtirmaydi. O'g'lim, eshitdingmi? Qanaqadir Aida Birbalayevni sendan, qizingdan, mendan, hammamizdan ustun ekan. Gapirma bolam. O'zi sen bilan anchadan beri gaplashaman deb yurgandim. Oxirgi paytlar Ayjon umuman ish qilgisi yo'q. Dangasa bo'lib qopti. Choy qo'yishni bilmaydi, uyni yaxshi yig'ishtirmaydi. Oyi. Oyi dema meni, oyi dema. Men ham kelin bo'lganman. Soat 6 da turardim. Uyni shunaqangi yalab yulqab toza qilardim-ki, hatto polda ovqatlasa bo'lardi. Oshirib yubormang, oyi. Oshirmayapman, masalan, nonushtaga 5 barmoq tayyorlardim. Qaynonam mendan juda ham rozi edilar. Buni qanaqa qilib yeyish mumkin? Biz nima talabalar shaharchasida yashaymizmi? Oyi, juda ham oshirib yuboryapsiz. Uni ham o'ziga yarasha xarakteri bor. Nima qilib xarakteri bo'lsa? Nima men endi uni xarakteriga moslashaymi? Jiming, oyi. Nima jiming? O'zing jim bo'l. Ey Ayjon, choy qani? Qovurgan tuxumingdan boshim og'riyapti. Oo, ofarin. Sindiring. Yoqib yuboring hammasini. Belingiz og'rimaganda. Kuymadingmi? Ofarin, sindiring, yoqib yuboring hammasini. Choynak ko'p uyimizda, uni ustiga choyni tekinga tarqatilsa, siz atayin sindirdingiz-a, to'g'rimi? Yangisini olib beraman, oyi. Nimaga seni olishing kerak? O'zi sindirdimi, o'zi sotib olsin. Bo'ldi, yetar. Bo'ldi. O'g'lim, biz qudalarni chaqirib Nima qo'ygandik. qildi? Choyni endi nimada damlab olib kiramiz? Bankada damlab olib kirarmiz-a? Yangisini sotib olib beraman. Oyi, xavotirlanmang. Ko'rdingmi, o'g'lim? Choynakni sindirib yana menga gap qaytaradi. Maqsad aka, men kech qolyapman. Voy tavba. Kelin ham odam. Maqsad aka, tezroq bo'ling, iltimos. Jonim, ulguramiz.
Qachon alohida chiqib ketamiz? Bu mavzu haqida 1000 marta gaplashganmiz-ku. Onamni ota-onam bilan shunchaki tashlab keta olmayman. Biz amerikalik emasmiz-ku. Men oilada bitta farzandman. Sabr qil, hamma narsani o'z vaqti soat. Qachon keladi o'sha vaqt? Qachon? Menga turmushga chiqishingda aytgan gaplaring esingdami? Esla, qanaqa eding o'shanda? O'zgarib ketding. Sipo, yuvosh eding. Unda onangizni yaxshi bilmasdim. Nima deyotganingni bilasanmi? Sen onam haqida gapiryapsan. U yaxshi inson. Tushun, ularning ham o'z xarakterlari bor xolos. Qachongacha orangizga tushaman axir, Siz doim ularning yo'llarini olasiz. Chunki u meni onam. Men onamni yaxshi ko'raman, tushunyapsanmi? U meni onam. Onam, seni ham yaxshi ko'raman. Chunki sen meni xotinimsan. Farq shundaki, ularni bolalikdan yaxshi ko'raman. Seni bo'lsa, qachondan beri 7 yil. Qancha? 6 yilmi? Ha, bu muhim emas. Unda onangiz bilan yashang, tushundingizmi? Men nikoh shartnomasiga qo'l qo'yganman, qullikka emas. Noto'g'ri. Xo'p, men noto'g'ri gapirdim, kechir. Kel, urushmaylik. Xo'p, jonim, bo'ldi qil. Bilasizmi nima? Jonimga tegdi bunaqa tinchlantirishlaringiz. Dada, agar oyim boshqaga turmushga chiqib ketsa, meni dadam ikkita bo'ladimi? Bo, yaxshisi kamarni taq va jim o'tir, xo'pmi? Mana tuz. Mayrajon, sen keliningni erkalatib yuboryapsan. Kelinlar shunaqa salpar erkalasang boshiga chiqib oladi. Kulfan men yaxshi bo'lsin deyman. Uyni toza tutsin deyman, kattalarni hurmat qilsin deyman, mehmonlar ko'nglimdagidek kutib olsin deyman. Ertaga men siz yashashni boshlasa, menga hali rahmat aytadi menimcha. Aytadi, sen kut. Senga bir sirni aytaymi? Kelinlar gapga kiradigan bo'lish uchun bir ularni shapaloq bilan mukofotlab turish kerak. O'zimni tajribamdan aytayapman. Bilasanmi, meni qaynonamni qo'llari qanaqa qattiq edi. Bittada gapga kiradigan bo'lib qolarding. Dahshat. Aytmoqchi Mayra, qudalar kelganda seni ham bo'lishing esingdami? Sen zo'r savdolashasan-da. Qo'ysangchi, esimda. Aytmoqchi, qancha qalin pul so'raymiz? $10,000. $10,000? Ha? Esing joyidami? Qizing nima oltindanmi? Qo'ymaysan. Bilasanmi, bu pullarga yaxshi sarpo surg'i olmoqchiman. Yaxshisini olmasam uyat bo'ladi. Qudalarni bilasan-ku, juda boy. Qancha berishim kerak? Pul kerak emas. Faqat qudalar kelganda yonimda turish esingdan chiqmasin, xo'pmi? Esimdan chiqarmayman, o'ylama. Yo'q, oldingmi? Ha, oldim, o'ylama. Kelaman albatta. Mayra, esingdan chiqmasin, xo'pmi? Ko'rishguncha. Namaste. Assalomu alaykum. Sizga choynak kerak, to'g'rimi? Siz qayerdan bildingiz? Siz faqat choynaklarga qarayapsiz-ku. Ha. Bilmayman. Agar bu choynakni olsam, u qaynonamga yoqmaydi.
Agar bunisini olsam, bunisi ham yoqmaydi. Menga choynak bo'lsa bo'ldi. Asosiysi qaynonamga yoqsa bo'lgani. Ozgina yoqsa ham mayli. Qaynonangiz sizga yoqmaydi. Aslida men qaynonamga yoqmayman. Unga qilgan biror ishim ham yoqmaydi. Qaynonam menga tanbeh berish uchun har bitta ishimdan ayb topadilar. Ayting, nima qilsam ularga yoqaman? Siz ularning o'rinlarida bo'lganingizda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Bilmayman. Menimcha men sizga nima kerakligini bilaman. Qimmat choynakka o'xshaydi. Bu sotilmaydi. Bu sovg'a. Rahmat. Chiroyli choynak. Bu ham yoqmasligi aniq. Zo'r hikoya. Esimga tushdi. Hozir aytib beraman. Xullas, harbiy orkestrda ishlagan paytlarim Boshlandi. chalardim. Samovolkaga chiqdim. O'zim bilan trubani oldim. Mayra yashaydigan talabalar yotoqxonasiga bordim. 2 kun ketma-ket. 2 kun ketma-ket musiqa chaldim. Axiri Mayra turmushga chiqishga rozi bo'ldi. Ha. Sobirjon aka, hadeb o'zingiz gapiravermasdan qadoq so'zini aytish uchun navbatni qudalarga ham bering. Gulsar opa gapirsinlar. Quda bo'lsa shu-da. Jim bo'ling. So'z navbatini xullas student, komsomolka, nima edi davomi? Sportchi. Sportchi. Biz yurakdan hurmat qiladigan qudamiz Gulsara opaga. Rahmat. Ayjon qani? Ayjon qizim. Qizim, Jonim qizim. qadrli farzandlarimiz. Mana 6 yildan beri qudalarimiz bilan birga yashab kelyapsizlar. Mayra opa, Sobirjon aka, birinchi navbatda sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Chumchuqni inidaka bo'lsa ham, lekin hashamatli uylaringiz bilan bo'lishib kelmoqdasizlar. Ha. Bolalarim, nima deyish mumkin? Baxt sizlarga maqsadjon. Ayjonim, tuganmas muhabbat va sabr tilayman sizlarga. Istagan paytingiz bizlarnikiga ko'chib o'tishingiz ham mumkin. Uyimiz juda ham katta, joy ko'p. Nima bo'lsa ham katta hovli. Men ko'chib o'tishim mumkin. Voy, albatta, Uni xursandligini qarang. Biz xursandmiz. Biz xursand. Oling quda. Quda oling. Olinglar qudalar. Quda bo'lsa, shunday bo'lsin-da. Bo'ldi, yetdi. Bo'ldi, qiling Sobirjon aka, ko'p ichyapsizlar. Uyatmasmi qudalarni oldida? Umuman olganda ayol doim eriga quloq tutishi kerak. Men hozir Mayra tur o'rningdan burchakka bor desam, boradi. Yo'q. Gapimga ishonmayapsiz-a? Quda, rostdan ishonmayapsizmi? Mayra, tur o'rningdan burchakka bor. Biz ishonamiz Sobirjon aka. Nima? Burchakka bor dedim senga. Esiz joydami? Burchakka bor dedim. Qo'ysizchi. Hazillashadilar shunaqa. Hayot hazilsiz qiziqmi? Hazilingiz qursin. Burchakka. Hazillaringiz bor bo'lsin. Gurul. Mana. Turdim. Erkin.
Ha, Xudoy, oldik. Siz nimaga kulyapsiz? Choy quying. Mana, quda. Ming marta aytdim. Piyolani to'ldirib choy quymaydi deb. Gapni bir tiyinga olmaydi. Qanaqa qilib bunaqa choy quyish mumkin, a? Ayting. Men sizga aytganingizdek choy quydim. Yo'q, sen o'zingga chiroyli qilib choy quyding, lekin menga emas. Unda meni choyimni olib qoling. Olaman ham. Astag'firullah, 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 astag'firullah. Ura! Yer qimirladi. Favqulodda vaziyat. Meni ma'zur tutasiz, ishga borishim kerak. Hoziroq. Ha, balki biz ham turarmiz, a? Boy xonim, balki qaytarmiz. Yaxshi fikr, qaytinglar. Siz yig'ishtirib oling tezda. Maqsad aka, men ota-onamning uyiga ko'chib o'taylik. 1001-marta aytyapman, ota-onangning uyiga ko'chib o'tmayman. Sizga gapirish befoyda. Befoyda? Nima befoyda? Nima deganing bu? O'ylab ko'rdim. Men Yuliya bilan ko'chib o'tamiz. Siz. Ko'chib o'tasan? Uzil kesil qaror qabul qildingmi? Men boshqa xonada uxlayman unda. Ertaga Yuliyani bog'chaga olib borish esingizdan chiqmasin faqat. Senga sovg'a bor edi. Yangisini sotib olib beraman, oyi. Oyi, tushuning, kech qolyapman. Ayda Bulatovni kech qolganlarni yoqtirmaydi. Sizga qo'ydim choyni. Hamma ishni o'zim qilishim kerak. Har kuni bir xil gap. Aniq bilaman. Qandilni ustidagi changlarni artmagansiz. Qachon alohida yashashni boshlaymiz? Qachon alohida yashashni boshlaymiz? Dada, Oh, bog'chada bitta bola menga katta bo'lsak, to'y qilib birga yashaymiz dedi. oho. Va alohida yashaymiz dedi. Lekin oyim bu gapga ishonmayman dedilar. Sen oyingga ayt. Erkak zotiga ishonish kerak. Tushundingmi? Ana shunday. Endi ketdik. Voy. Nimaga butun badanim zirqirab og'riyapti? Kecha faqat Sobirjona kechgandilar-ku. Nimaga o'zimni yomon his qilyapman? Voy belim, nima balo bo'ldi? Voy belim. Oy. Yaxshiyam bugun dam olish kunim. Nima ovoz bu? Yo'q, bu men emasman. Oyijon. Bu men emasman. Yo'q, Xudoyim, nima bo'ldi menga?
Nima bo'ldi? Oyijon! Kimsan? Gapir. Siz bo'lmayman. Men busiz. Oyijon, nima qilib qo'ydingiz? Oyijon, meni nima qilib qo'ydingiz? Nima? Sizning hech narsa qilganim yo'q. Hammasiga siz aybdorsiz. Tan oling, siz qilgansiz. Oyijon, meni bu ishlarga aloqam yo'q. Meni ham bu ishlarga aloqam yo'q. Unda qanaqasiga? Bunaqasi faqat kinolarda bo'ladi-ku. Yuzini semizligini. Yuzimga tegmang. Umuman olganda bu meni yuzim, xohlaganimni qilaman. Oyijon, bu tushku to'g'rimi? Iltimos, meni uyg'oting. Hey, ko'p gapirmasdan kelin degani bu muammoni hal qilish kerak. Qani, bo'la qol. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Insu jinsidan o'zing asra. Insu jins kirgan bo'lsang, chiq. Alloh o'zing asra. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Ey Xudoyim, ey. Voy. O'zing kechir meni. Meni kechir. Mantiqas qonini olganim uchun. Iltimos. Yalmog'iz kulfan. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Nima qilishni bilaman. Ha. Hozirgina kino ko'rdim. O'sha kino bizga yordam beradi. Aniq bo'laman. 1, 2, 3. Voy belim. Voy, boshim. Shu desang, kecha ishda. Oyi? Sizlarga nima bo'ldi? Bizga? Hech nima? Voy bo, uyni tutatib yoribsizlar rosa. Nima balo, kinnachi bo'lmoqchimisizlar? Sobirjon aka. Kecha tunda meni bir o'zimni qoldirib qayerda yurdingiz? Qizim, bu nima savol? Qayerda qoldim, nima qildim, sizga nima farqi bor? Tushunmadim sizni. Sizlar kiringlar, kiyimingizni almashtiring. Ungacha choy damlab turamiz. Hammasi yaxshi-ku, to'g'rimi? Nima qilamiz? Hammasini balki aytarmiz. Esing joyidami kelin? Ular bizga baribir ishonishmaydi. Jinnixonaga olib borib qo'yishadi. Xullas, o'zimizni xuddi hech nima bo'lmagandek tutamiz. Tushunarlimi? Bugun choy ichamizmi o'zi yo'qmi? Hozir tayyor bo'ladi. Nima, men sizlarga xizmatkormanmi? Bir hazillashdim-da. Bemalol hazillashing kelin, hazilni tagi zil bo'lib ketmasa bo'ldi, choy quyib yuboring. Shoshma. Nima? Allergiyam borligi esingdan chiqdimi? Ha, allergiya. Yosh jonimda allergiyadan qiynalishimni qarang. Menchi, meni belimdan og'rig'iga chidab bo'lmaydi. Tanani bunchalar ham qiynash mumkin ekanda, ha? Sen haligi mazni surtdingmi? Qanaqa maz yana? Yostig'ingiz tagida. Umuman olganda, qomatingga, aniqrog'i qomatingizga gap bo'lish mumkin emas. Qomat? Mana sizda qomat desa bo'ladi. Mana bunga havas qilsa bo'ladi. Ikkalangizning ham qomatingiz zo'r.
Siz doim o'zingizga vaqt ajratgansiz. Shunchaki bel og'rig'i sabab bu narsa esingizdan chiqdi xolos. Umuman olganda siz biz gapirmasdan choy ichsak bo'ladi-ku. Biz nima qilyapmiz unda? Choy qo'ying. Faqat men istagandek qilib qo'ying. Oyi, iltimos boshlamang. Men boshlamayapman. Men davom ettiryapman. Umuman olganda, meni kaminani o'zligini namoyon etishiga imkon bering. Xotin sog'lig'ing joyidami? Albatta. Aniqmi? Aniq. Negadir o'zingni juda ham g'alati tutyapsan. Umid qilaman, bu uzoq davom etmaydi. Mayli. Bugun Bakik do'stim meni rus banyasiga borishni taklif qilgandi. Xotinjon tapishgan bilan kiyimlarimni tayyorlab qo'ysang. Nima deyapsiz? Yana janjal bo'lishini xohlayapsizmi? Negadir bugun ayollarning kayfiyati unchalik ham joyida emas u. Sen aybdorsan, Maqsad. Mayli, men o'z xonamda ovqatlanaman. Tinchlikda bir o'zim. Maqsad o'g'lim, men sen bilan birga shoshma. Birga dam olamiz. Shu bilan yana qachon dam olishga vaqt bo'ladi? Tayyormi? Ha. Mana Sobirjon aka, kiyimlaringiz tayyor. Oling, marhamat. Va hammomga ravona bo'ling. Bora qoling. Ha? Sal kechroq kelsa maylimi? Mayli. Ertalab kelaman deyman. Xayrli tun, yaxshi dam oling. Shunday qilib ertalab kelaman. Bemalol dam olavering. Allo. Siz chasizmi? Menga sizni telefoningizni Kulfan bergan. Aha. Agar inson ruhi boshqa bir inson tanasiga kirib qolsa, nima qilish kerak bo'ladi? Ruh deyman. Aytyapman-ku, odamning ruhi boshqaga o'tib qolsa deyapman. Kim ichibdi? Hech kim ichgani yo'q. Hech kim ichgani yo'q deyapman. Bari, kelib Kulfan topgan odamdan yordam so'raymanmi? Men nimadir topdim. Nima topding? Mana qarang. Qadimgi antikvar hind choynagi 17-asrga oid bo'lib, undan sehr jodu maqsadida foydalanishgan. Bir qo'mondon qamoqdan qochish uchun boshqa bir tanadan foydalangan holda qochgan. Uni qochganini bilishgandan so'ng uni qatl ettirishgan, lekin bu boshqa odam tanasi bo'lgan. Hammasiga o'sha choynak aybdor. Hammasiga siz aybdor ekanligingizni sezgandim. Nimaga o'tiribsiz? Turing, choy damlang. Shu choynak menga boshidan yoqmagan edi. Nega bu matohni uyga olib keldingiz? Bunaqa bo'lishini qayoqdan bilibman? Hozir shu choynakdan choy ichamiz va hammasi iziga tushib ketadi. Yana to'ldirib qo'ydi-ya. Qanday qilib bu haqda aynan hozir o'ylashingiz mumkin? Tayyormisiz? Ha. Bismillahirrohmanirrohim. İçtik. Bol. Bering bu yoqqa. Joylarimizni almashtirsak-chi? Bo'pti.
Bismillahirrohmanirrohim. Oyi, men nima qilish kerakligini bilaman. Oyi, yana belim og'riyapti. Yursangizchi. Gapirish oson. Hoy opa, keling. Rahmat qizim. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat. Namaste. Assalomu alaykum. Shu yerda bir erkak bor edi. Ha, u kishi meni amakim bo'ladi. U kishi hozir qayerda? Amakim Hindistonga ketgan edilar. 2 kundan so'ng keladi. Endi nima qilamiz? Voy, tamom bo'ldik. Ustoz, mana aytganingizdan keyin archalarni ham almashtirdim. Said Salatovich, harakat qildim-ku. Mana bir qarang. Iltimos domla bahoyimni qo'yib bering. Said Salatovich, iltimos. Said Assalomu alaykum. Xo'sh. Sen nimalar qilding? Mana. Gap yo'q. Qoyil, qanday qilib bunaqa natijaga erishish mumkin, a? Birorta to'g'ri chiziq yo'q. Va bu yarim yillik mehnatingga, talant, iqtidor. Bunday qiyshiq qo'llar bilan Said Salatovich, hozir hammasini tushuntirib beraman. Shunchaki menda shunday vaziyat bo'ldiki, kasal bo'ldingmi? Boshqa biror muammomi? Oilaviy muammomi? Rostini aytsam, buni bir kechada qildim. Shunchaki shunday bo'ldiki, haligi bir kechada qilish mumkin bo'lgan eng yaxshi ishni deya olmayman-u. Ha, to'g'ri. Menimcha buni kimga ko'rsatishimiz esingda bo'lsa kerak. Va buni tuzatish uchun qancha vaqting borligini ham bilarsan? Ha, bilaman, 1 oy. Yana bir gap, arxitektura nima ekanini esingdan chiqarma. Yaxshi musiqa. Hey. Choynakni yashirib qo'ydingizmi? Bu yerda nima qilyapsiz, kelin? Sobirjon aka, dada, haligi, xayrli tun tilamoqchi edim. Krem kerak edi, uzatib yuboring. Rahmat. Xayrli tun. Qayerga, yaxshi yigit? Boshqa xonada yotayotganim esingdan chiqdimi seni? Tushunmadim. Esing joyidami? Kasal bo'lish yoqib qoldimi deyman-a? Haligi qolaymi? Ha, albatta. Aniqmi? Bolam, bo'ldi, qil, yota qol.
Oyijonimizni kayfiyatlari zo'rmi deyman? Sovg'ani ochmadingmi? Yo'q. Senga albatta yoqadi. Ola qol. Ola qol. Mushaklarga bir qara. Voy. Bu senga. Oyijon. Oyi. Oyi, yarim soatdan keyin siz meni ishxonamda bo'lishingiz kerak. Eshityapsizmi? Yana qanaqa ish? Bormayman hech qayerqa. Undan ko'ra boring, choy damlang. Qanaqasiga bormaysiz? Agar bugun ham kech qolsam, Ayda Bulatovni meni ishdan haydaydi. Hech qisi yo'q, yangi ish topasiz. Oyijon, nega meni tushunmayapsiz? 3 yildan beri ishlayman u yerda. Yaqinda lavozimda ko'tarilishim mumkin, tushunsangiz-chi? Yo'q dedim sizga, bormayman deb aytdim-ku. Nimaga menga yopishib oldingiz? Choy damlang undan ko'ra. Shunaqami? Mayli. Unda men hozir Kulfon opaga telefon qilib, uni mantiqasi qonuni o'g'irlaganingizni aytib beraman. Istaganingizga telefon qiling. Mana, juda katta. Alo. Kulfon, salom. Qalaysan? Senga bir gap aytmoqchi edim. Esingdami, sendan mantiqasi qonun eng asosiysi bosiq bo'ling. Nimanidir tushunmay qolsangiz, darrov kulib boshingizni saray-saray qiling, xo'pmi? Voy, Shu atrofda bo'laman. Ayda Bulatovni kelyaptilar. Bo'ldi, boring, boring. Iltimos, uyaltirmang, bora qoling. assalomu alaykum, Ayda Bulatovna. Ayjon, sen menga qozoqchada salom berdingmi? Albatta, men qozoq qiziman-ku. Xayrli kun. Sizga nimadir ko'rsatish kerakmi? Yo'q, rahmat. Kerak bo'lsa, sizni o'zim chaqiraman. 600 mingmi? Bu magazinda shunaqa narsalar sotiladi. Nega bu yerda turibsan? Qara, Sakin jinsi bayku. Bunga qara. Umuman eski moda-ku bu. U 2 daqiqadan beri sotuvchi kutyapti. Qani, bor. Nega men borishim kerak? Bor dedim. Ishla. Bunchalik arzon bu narsalar. Xayrli kun. Yaxshi qiz, bizga marhamat qilib kardigan va sviskozlarni ko'rsatsangiz. Yaxshi qiz. Bizni eshityapsizmi o'zi? Albatta, albatta. Kardigan va sviskoza kerak. Bo'ldi, hozir. Kechirasan jonim. Boshqa do'konga borsak bo'lardi-ku. Kardigan, viskoz deydimi-ey? Viskoza? Mana oling. Bu premium klassdagi viskoza deb ayting. Rasmlari chiroyli ekan.
Mana sizga kremlik kardigan. Slim viskoza yoki kardigan bormi? Hozir. Salim bormi? Salim emas, Slim. Bor. To'q qizil rangdagisi bor deb ayting. Bor ekan. Ko'k qizil rangdagisi bor ekan. To'q qizil rangdagisi bor demoqchisiz. To'g'ri tushundimmi? Ha, bolam, to'q qizil rangda. Balki o'shani bizga ko'rsatarsiz. Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kelaman. Hozirga buni ko'rsating. Ungacha men ombordan boshqasini olib chiqaman. U rangni bozordan, yo'q, ombordan olib kelishadi. Oling. Menga narxi yoqdi. Demak, chegirmalar bilan 400 mingga olishim mumkin, shundaymi? Menda chegirma kartasi bor. Nima? 400 ming? 400 ming? Nima? Esing joyidami? Undan ko'ra bozordan tuzukroq narsa olmaysanmi? U yerdan 100 marta arzon narxga olasan-ku. Ko'proq olsang undan ham arzon berishadi. Tushunmadim. Narsalaringiz bozordan keltirilganmi? Albatta. Butun shahar narsalar bozordan keltiriladi-ku. Hammasi bir go'r Xitoyniki. Bu haqda bilarmiding? Anjela. Qayerdagi bozordagi narsalarni ravo ko'rdingmi? Anjela, to'xtagin, iltimos. Bular kiyimlarni qayerdan olib kelishini bilmasdim. Senga hammasini tushuntirib beraman hozir. Nega ketib qolishdi? Tasavvur qila olmaysan. Ana ahmoq qiz mana bu lattani 400 mingga sotib olmoqchi bo'ldi. Voy emas, sen ahmoqsan. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Do'konimning obro'sini sendagi saviyasi past ahmoq sotuvchilar tushirishiga yo'l qo'ymayman. Kimni saviyasi past? O'zingsan ahmoq. Tushundingmi? Ishdan bo'shatilding. O'lib turganim yo'q. Ketsam ketaveraman. Salom Nastya. To'q qizil slim fitni ko'rmadingmi? Siz kimsiz? Men ajayman, tinchlan. Men faqat yordam bermoqchi edim. Iltimos, qo'yvaring. Og'riyapti. Qo'lim og'riyapti. Qo'yvor dedim senga. Qo'yvaring. Chiqish qayerdaligini o'zim ham bilaman. Voy, oyi. Ketdik uyga. Qanaqasiga hali ish vaqti tugamadi-ku? Meni ishdan bo'shatishdi. To'g'rirog'i, seni ishdan bo'shatishdi. Nima? Bu kattalarni hurmat qilmaydigan firibgarning qo'lida ishlab nima qilasiz? Oyjon, nima qilib qo'yganingizni bilasizmi? Nima qilib qo'ydingiz? Nima istasam o'shani qilaman. Siz menga undan ko'ra rahmat deng. Butun hayotimni buzganingiz uchun rahmat aytaymi hali? Hali shunaqami? Kulfan kelinlarni shapaloq bilan tarbiyalash kerak deb to'g'ri aytgan ekan. Qanaqa shapaloq? Mana shunaqa. Shunaqami? Rahmat oyijon. Mayra? Mayra, nima bo'ldi senga? Sobirjon tinchmi? Yo'q, nima deganing? Voy. Nima qilib qo'ydingiz? Nima xohlasam o'shani qilaman. Yo'q. Buni yopish kerak. Odamlar uyat qiladi. Odamlarning uyat qilishi bilan meni nima ishim bor? Qayerga otlandingiz o'zi? Ketyapman. Meni tanamni qo'yib, qayerga borsangiz boravering. Siz hali ichasiz-ammi? Menga ichish mumkin emasligini bilardingiz-ku. Sizga mumkin emasdir, lekin menga mumkin. Bas qiling dedim. Ustingizdagilarni yeching. Siz bunday holda ko'rishsa uyat bo'ladi-ku. Sizni nafaqat ko'rishadi, balki hozir eshitishadi ham. Odamlar, men ismim Mayra. Meni tomib ketib qolgan. Men dunyodagi eng ziqna, eng qattiq qo'l qaynonaman. Tilim zahar. Umuman shukr qilmayman. Meni esim joyida emas.
Uni umuman eshitmanglar. Ular juda ham yaxshi qaynona. Bu men chidab bo'lmas darajada yomon kelinman. Mendaqa kelinni dushmanga ham ravo ko'rmayman. Umuman olganda men Sulenga o'xshayman. Men shallaqiman, men ahmoqman, men jinniman, men telbaman. Men jinniman. Qo'y boring meni. Shunaqami hali, a? Voy. Hali shunaqami? Nima qilib qo'ydingiz? Men buni birinchi marta kiyganim-ku. Atigi bir martagina. Men buni shundayligicha qoldirmayman. Bilib qo'ying. To'xtang. To'xtang. Menga qarang. Shu vaqtgacha qayerlarda yuribsiz? Mana sizga mantiq qoningiz. Yo'q. Tatuirovkami endi o'zingdan ko'r. Mana. Xo'sh, shunaqami? Endi o'zingizdan ko'ring. Nimalar qilyapsiz? Bas qiling. Bas qiling dedim. To'xtang. Telefonni bering. Iya. Kerak emas. Unday qilmang. Iltimos. Mana senga. Endi kuningiz bitdi. Yana nima qilmoqchisiz? Nima butunlay aqldan ozdingizmi? Jinni bo'ldingizmi? Bo'ldi qiling. Qo'y boring. Bo'ldi. Qo'y boring dedim. Bo'ldi qiling dedim. Nima qilganingiz bu? Bo'ldi, yetar. Bu uyda nimalar bo'layotganini kimdir menga tushuntirib bera oladimi? Ajan, Labay maqsad. oyi to'xtab turing. Gapir. Bor gapni bilgin kelyaptimi? Ha, gapir tez. O'tir. Yaxshi turibman men. Bolam, men seni kichkinaligingdan bilaman. Qanaqa bolam? Nima bu masxarabozlik? Mana albatta aybdor. Yangi choynagini sotib olibdi. Unda choy ichgandik. Ruhlarimiz joylashib qoldi. Men seni xotin emasligimni tushunib yetdingmi? Men seni oyingman. Nimaga jimsiz? Bor gapni tushuntiring unga. Maqsad aka, oyijon to'g'ri aytibdilar. Ko'rdingizmi? Nima degandim sizga? Ular bizga ishonishmaydi degandim-ku. Xo'sh. Oxir oqibat tushuninglar. Biz bitta oilamiz. Siz mening onamsiz, sen meni xotinimsan, dadam esa meni otam. Xudojonim, sendan iltimos qilaman. Koinotlar, samovatlar, agar meni eshitayotgan bo'lsanglar, bitta iltimosim, ota-onam doimo birga bo'lishsin. Hech bo'lmaganda meni balog'at yoshimgacha oilamizda tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Yana bir iltimos. Bitta yangi qo'g'irchoq ham istardim. Qizim, kechir iltimos. Kechir. Yaxshimisan? Sizlarni esingizdan chiqdim. Men aybdorman. Seni men olib ketishim kerak edi. Kechir meni. Xo'pmi qizim? Kechir. Meni ham kechir. Favqulodda vaziyat bo'lib qoldi. Bilasanmi, hammasiga kim aybdor? Hammasiga men aybdorman. Men yomon onaman. Men yomon kelinman. Meni xotiram juda ham yomon. Unaqa emas.
Hammasiga aslida men aybdorman. Men kelinni har bitta ishidan ayb topaman. Shunaqa. Yetar, bas. Oyjon, buvijon, urushni bas qilinglar, iltimos. Asab doralari qaytib tiklanmaydi. Yulia, kechirgin, xo'p. Bizda shunchaki hozir biroz qiyin vaziyat. O'sha vaziyatingizni deb men dadam va bobom bilan aziyat chekyapmiz. Biz tez orada bu muammoni hal qilamiz. Sen bizni kechirsang bo'lgani. Yarash qilaylik, qo'lni qo'lga bog'laylik, xafalikni unutib, shod-u xurram yashaylik. Agar yana bir bor urushsak, boshga g'ishtni tashlaylik. G'isht sinib ketadi, do'stlik abadiy qoladi. Bo'ldi qizim. Ketamiz. Hammasiga biz aybdormiz. To'g'ri. Biz aybdormiz. Mayra, nima? Sen mendan xafa bo'ldingmi? Och eshikni. Salom Qulfon. Salom Sabirjon, yaxshimisan? Qudalar kelishi kerak-ku. Nima? Maqsad oying qani? Bo'linglar, kiyininglar. Bo'la qolinglar. Buni sekin yurishini qaranglar. Bo'la qolinglar, kiyininglar. Bo'l. Voy, buni sekin yurishini qaranglar. Xavotirga o'ldirding-ku odamni. Na telefoningni olasan, na xabar berasan. Qudalar kelishi esingdami? Qanaqa qudalar? Qanaqa qudalarmish? Qani ketdik, bo'la qol, ketdik, bo'lsang-chi. Yana qayerga? Yo'l-yo'lakay tushuntiraman, yuring. Kiring. Odam shunaqa ham beg'am bo'ladimi? Bo'la qol. Yana nima bo'ldi? Xullas, yordam berish kerak. U meni yaqin dugonam, bilasiz-ku. Men unga qalin pulini olishda yordam berishga va'da bergandim. Meni qo'limdan kelarmikin? Siz kiyim sotasiz-ku. Ha? Tayyormisiz? Kulfan asabiylashishni boshladi. Nima oyijon? Nima bo'ldi? Yana yoqmadimi? Men bunchalik chiroyli ekanimni bilmas ekanman, xolos. Demak, sizga yoqdi. Judayam. Bekorga harakat qilmabman. Men eshit. Yigitlar kelganda hammasi zo'r bo'lishi kerak. Xudolar kazo odamlar. Ularni oldida uyalib qolmasligimiz kerak. Aytgan pullaringni berdik-ku. Shunga yarasha endi pulni oqlaylar. Faqat uyaltirmanglar, bo'la qol. Menga qarang, Kulfan. Menga nima qilish kerakligini yana bir marta eslating. Nega sizlayapsan meni? Ustimdan kulyapsanmi nima balo? Xudolardan qalin pulini qancha ko'p olishni eplasang, senga shuncha ko'p sarpo qo'yaman. Men albatta harakat qilaman. Albatta harakat qilasan-da. Qayerda yurgan ekan bu qudalar, ha? Shunaqa ham sekin imillaydimi? Hech qanaqa hurmat yo'q. Men bunaqa qudani boshimga uramanmi? Albatta boshimga urmayman. Assalomu alaykum, hurmatli qudalar. To'y bo'lsin, to'y. Mayli, men ketdim. Favqulodda vaziyat, men ishga borishim kerak. Sog' bo'ling, baxt tilayman. Sog' bo'ling, baxt tilayman. Sog' bo'ling, baxt tilayman. Janob, mana mikrofonga gapiring iltimos. Hozir. Marhamat. Qudalarga bir qarsaklar. So'z berganingiz uchun rahmat. Endi urf-odatlarimizga binoan asosiy qismga o'tsak. Biz xudo xoliga qalin pulini berib, so'ng bazmni davom ettirsak degandim.
Xo'sh, Xudo. Mana bu sizga. Kammas, ko'pmas, butun 1000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari sanab olishingiz mumkin. Men sizga ishonaman, qattiq ishonaman, Xudo. Tengida qancha bo'ladi? Yaxshi pul bo'ladi. Xudojon, o'ylaymanki, bu qalin pulining debochasi. Umuman olganda bu 100%lik to'liq qalin puli. Xalqimiz aytadi-ku, ko'rpangga qarab oyoq uzat deb. Biz sizni ko'rpangiz qanchalar uzun ekanini yaxshi bilamiz. To'g'ri. Lekin biz bozor rastangizda emasmiz-ku, to'g'rimi, savdolashsak. Xudo, lekin siz biznesmensiz-ku, to'g'rimi? Yo, adashdimmi? Biznesmenlar xudbin bo'lishadi. Biz pulni yerdan supurib olmaymiz. Bilasizmi? Oygulning qo'li juda ham shirin. O'ylashimcha, har qanday kelinning qo'li shirin bo'lishi shart. Uning ustiga Oygulda bir emas, 2 ta bakalavr diplomi bor. Bilasizmi nima? Bolani tarbiya qilish uchun diplom shart emas. Menimcha biz yetarlicha qalin puli berdik. Shunday emasmi? Xudo, gapiring. Gapirmasangiz men gapiraman. Qani shu 2 yoshning baxti uchun qadah ko'tarsak. Baxtli bo'linglar. To'xtanglar! 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 Biz oddiy qizni turmushga uzatyapmizmi? Yoki sizlar bizni kambag'al deb o'ylayapsizlarmi, a? Shoshmang, Xudo. Shoshmang. Qani Oygul, turchi. Tura qol. Xo'sh. Stulga chiq. Chiqa qol. Yaxshi matodan tikilgan ekan. Hurmatli qudalar. Men sizlarga yangi to'y mavsumi uchun tayyorlangan eksklyuziv premium klassdagi sizning oilangiz uchun maxsus tarbiyalangan. Xo'pmi? Oyi, ertaga aytib bering. Qadim zamonda qor malikasi bo'lgan ekan. Bunchalik qiziq emas. Unda sen hamma ertaklarini bilasan. Yangisini aytib bering. Iltimos, oyi. Qadim zamonda judayam yomon kelin va judayam mehribon qaynona bo'lgan ekan. Yomon kelin shunday qilibdiki, oqibatda qaynona bilan kelinning ruhlari joy almashib, kelinning tanasida, qaynonani tanasida kelinning ruhi joylashib qolibdi. O'zini ruhini joyiga qaytarib o'ch olibdi. Tamom. Menimcha mehribon qaynona ham yomon. Nimaga? Chunki u qasd olgan. O'ch olish esa faqat yomon qahramonlarda bo'ladi. Lekin ertak menga yoqdi. Bo'ldi, Salim. Unda uxla. Oyi, meni boshqa ishingizdan chiqarib qo'ymaysiz-a? Albatta yo'q, qizim. Bilasanmi nima? Men senga ko'proq vaqt ajratish uchun ishimdan ham bo'shadim. Nimaga? Siz ishingizni yaxshi ko'rardingiz-ku. Siz lavozimingiz o'zgarishini kutayotgandingiz-ku. Mayli, uxlay qol. Uxla. Mayra, bilasanmi? Ehtiyot bo'l. Ushla. Senga ilingandim. Sen menga qancha pul olib berding? Mana men ham o'z va'damda turaman. $1000 mana senga. Kerak emas, Kulfon. Qanaqasiga kerak emas, bo'ldi, ol. Sizlarga ko'proq kerak-ku. Aytmoqchi, mantiqasqoni senga sovg'a qilaman. Sovg'a. Karaokega Rustam bormaysanmi? Yo'q. Mayli, o'zing bilasan. Ey, Xudo, to'xtasangizchi. To'xtang.
Hey, quda. Salom. Salom. Yaxshi o'tdimi hammasi? Juda ham zo'r o'tdi. Xudo xohlasa, oyiz juda ham xursand bo'ladilar. Ya'ni men xursand bo'laman. Yaxshi. Asosiysi siz xursand bo'lsangiz bo'ldi, oyi. Aytmoqchi, siz bilan gaplashib olmoqchi edim. Kayfiyatim zo'r istagancha eshitaman, Max. Meni Ayjan faqat shunaqa chaqiradi. Oxirgi payt bir-birlaringizga juda ham o'xshab ketyapsizlar. Bu juda g'alati. Meni Ayjanga o'xshatyapsanmi? Qo'y-senchi, o'g'lim, nimalar deyapsan? Oyi, men Ayjan bilan ajrashmoqchiman. Nimaga? Siz bilishingiz kerak deb o'yladim. Hammasi tushunarli. Xullas shu qarorga keldim. Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshimi deyman. Ha, yaxshi. Ha, aytmoqchi, meni kulpanni oldiga olib bor. Biz karaokega bormoqchi edik. Ketdik. To'xtang. Men Mayra emasman. Men Ayjanman. Men ham haligi erkak emasman. Siz meni kim bilandir adashtiryapsiz chog'i. Aldayapsan. Voy belim. Ey, qiz, uyat emasmi? Kimsiz o'zi? Eshityapsizmi? Eshityapsizmi dedim. Hammasini qaynonamga aytib beraman. Ya'ni oyimga. Sen bu yerda nima qilyapsan? Ayda, Saviyasi past. bo'latovna. Ayjan, yo'q, men aytmoqchi edimki, xullas kechirim so'ragani keldim. Xayrli tun. Meni kechiring. Hammasiga meni qaynonam aybdor. Ya'ni Ha, o'shani deb men ishimdan ayrildim. Uni injiqligini bilmaysiz-da. Unga doim nimadir yoqmaydi. Qaynonam har bitta ishimdan ayb topadilar. Har bitta ishimdan. Ovqat pishirishim, uyni tozalashim, choy damlashim ham yoqmaydi. U bilan erta bilan urushgandim. Shu sabab sizga zahrimni sochuvdim. Lekin va'da beraman. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Bunoqadan bilan bitta uyda yashash qanchalik qiyinligini siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz. adashasan. Men buni nimaligini juda yaxshi bilaman. Bu meni ham boshimdan o'tgan. U mening hamma pishirgan ovqatimni oxiratga tashlardi. U
u meni sassiq pollattalarimni yuvishga majbur qilardi. Kimga kerak o'sha pollatta? Uni tashlab yangisini olsa boradi-ku. To'g'ri. U yana o'zining badbo'y oyoqlarini yuvishga majbur qilardi. Yo'q. Hay Aida, qachon oyog'imni yuvasan-a? Qayerda yuribsan shuncha vaqt? Bolalarga kim qaraydi? Uyatsiz. Insofing yo'q seni. Seni tarbiya qila olmadim. Ertadan ishga chiq, xo'pmi? Seni lavozimingni ko'taraman va yaxshi maosh. Men senga ertaga qaynonam haqida aytib beraman. Qoch endi bu yerda, Ayjon. Keta qol. Oyi. Men dadamni boshqa ayol bilan shahar markazidagi restoranda ko'rdim. Uni ko'rinishi qanday edi? Sizni oldingizda u juda xunuk. Siz nimaga yig'layapsiz? Maqsad aka men bilan ajrashmoqchi. Oh. Ayjon. Kechiring meni. Sizga yopishib oldim. Har ishingizdan noroziman. Shaxsiy hayotim ham alg'ov-dalg'ov. Buni ustiga sizlarni hayotingizga aralashimi? Yo'q, oyi. Siz meni kechiring. Hammasiga aslida men aybdorman. Balki rostdan ham yomon kelindirman. Shunchaki meni nega har safar urishib tashlashingizni tushungim keladi. Haligi zerikib qolmaslik uchun. Nima? Zerikib qolmaslik uchun? Oyi. Oyi. Bilasizmi nima? O'shanda choynakni atay sindirgandim. Shunchaki men ham zerikib qolmaslik uchun qilgandim buni. Ha. Ana shunaqa. Aytmoqchi, qudalarni yaxshi kutib oldik. Kulfan xola juda ham xursand bo'ldilar. Albatta, men sizga ishongandim. Bilasizmi nima? Men bugun Aida Bulatovnani oldiga bordim. Voy, nima bo'ldi? Nima desam ekan? Ertadan ishga borasiz. Qo'ying.
Sobirjon aka. Dadajon. Ha, qizim, Mayra uxlayaptimi? Ha, uxlayaptilar. Unda yaxshi. Qayerda bo'ldingiz? Menmi? Sen. Tushunmadim. Siz. Men ishda edim. Bilasan-ku, ishim qiyin. Bilaman. Oyijon menga hammasini aytib berdilar. Qayerda, kim bilan qanday ishlaganingizni. Kattalarning ishiga aralashishga uyalmaysanmi, qizim? Uyat emasmi? Haloliga xiyonat qilish uyat emasmi? Bu men va Mayra bilan shaxsiy ishim. Aralashma. Bolalar haqida o'ylamadingizmi? Ularga bu qanday ta'sir qilishini o'ylamadingizmi? Sizni qanchalar sevardim. Nima? Oyijon sizni sevadilar. Voy, buncha yaxshi. Sal teparo. Voy. Buncha zo'r massaj qilmasangiz. Og'rig'im esdan chiqib ketdi. Qo'ysangizchi. Bu meni belim-ku. Men uni 5 barmog'imday bilaman. Rahmat sizga kattakon. Umuman olganda bu meni o'zimga yaxshi. Aytmoqchi. Tatuirovka qayerda? Siz ishondingizmi? Bu haqiqiy tatuirovka emas-ku. Ha. To'g'risini aytganda, u menga yoqib qoluvdi. Yo'q. Bugun biz o'z holimizga qaytamiz. Ha, tezroq kelsa edi. Kelgan bola shunga ursin. Alo. Kelgan bola shunga ursin. Balki men yomon kelindirman. Meni kechiring, iltimos. Aslida men sizni har bir ishingizdan kamchilik topaman. Hammasiga men aybdorman. Men sizga ishonaman. Kelgan bola shunga ursin. Oya buvi. Asal toyim. Bolam, Oyi, yaxshimisiz? yaxshi bolam. Ancha tuzukmisiz? Ha, Doktorni chaqiraymi? kerak emas. Hech kim kerak Aniqmi? emas. Hammasi yaxshi. Baya, nima bo'ldi? Hammasi yaxshimi? Ha. Bizni podpolkovnik paydo bo'ldilar. Qattiq xavotirga qo'ydik-a sizni. Yuring gaplashib olaylik. Yuring.
Oyi, sizga siqilish mumkin emas. Men asabiylashmayapman. Biz shunchaki gaplashib Oyi, olamiz. asabiylashni boshladingiz-ku. Dada, urushmanglar iltimos. Xo'sh, Sobirjon aka. O'ynab bo'ldingizmi? Endi chinakam favqulodda vaziyat ikkalamizda. Keting. Sizni boshqa ko'rishni istamayman. Viski. Necha gradus bu? 40. 2 hissa qo'y, 80 bo'lsin. Truba chalishni bilasizmi? Bo'lmasam-chi. Bu sovg'a. Baribir bu yerda chang bosib yotibdi. Rahmat og'ayni. Katta rahmat og'ayni. Xo'sh, hammasini bilib turibsizlar. Favqulodda vaziyat podpolkovnigi endi oilamiz asosiy emas. Shu sabab men xonamni Yuliyaga bermoqchiman. Menga yana bitta nevara kerak. Tezlik bilan. Hey Sobirjon aka, nima qilyapsiz? Kech bo'ldi-ku, qo'shnilar uxlayapti. Nega yerda turibsiz? Bo'la qoling, chiqing tezroq. Mantiymiz. Bo'la qoling. Chiqing. Nima ham qila olardim? Bo'ldi qil. Oyi, Yulan oling. Obbo, shu yetmay turuvdi. Og'ir ko'tarmang degandim-ku sizga. Boring uyga kiring. Oyi, og'ir emas. Qanaqasiga og'ir emas? Ko'tarib ko'rdim-ku axir. Oyi, mana bu nimaga kerak? Nevaramga u sovg'a. Podpolkovnik tezroq bo'la qolsangizchi. Ol buni yashirib qo'y, xo'p.